Assalamu alaikum. Aleykümselam. Siz kim o? Ben Munira. Vaktiniz boz görüşsek bo'ptikan. Neymiş de? Siz bilan 100 lirani ko'rishib deydigan gaplarim bor. Bu ikimizning munosabati ayni vaqtda tükkan qo'y deyman. Yani ko'rishib aralashishning menimcha hech qanday zaruriyati yo'q. Ko'nglimdagi mush gaplarimni tavag'il bir qitim fursat bersiniz. En oxir qitim ko'rishganimiz bo'lib qolsin. Bo'ldi. Yana yarım saatdan keyin ko'rishaylik. Sana işini yürüttümen, çin söйgi biriptimen. Sana işini yürüttümen, çin söйgi biriptimen. Al dedim, meni al dedim, ey bivapa bivapa. Al dedim, meni al dedim, ey bivapa bivapa. Versem bilmedim, akidemni al dedim. Sevgi versem bilmedim, akidemni al dedim. Özgelerinin begida bir kuş bulup sayredim. Özgelerinin begida bir kuş bulup sayredim. Unutup gitey bivapa, sana vergen söygümni, sana kuygen yürekni. Al dedin yar, al dedin, ey bivapa bivapa. Al dedin yar, meni al dedin, ey bivapa bivapa.
deb endi bek kechikdim. Seni men kechirgan bilanmi, vicdanim kechirmaydi. Chunki sen ayni vaqtida boshqalarning mashinasini, mal-mulkini deb meni tashlab o'tganding. Bu vaqtda mening hech qanday narsam yo'qdi. Faqat sana bo'lgan samimiy mehr-muhabbat, seni chin yurakimdan yaxshi ko'radigan saf hissiyot bor. Lekin chu hozir hech narsa asar qolmadi. Hozir men seni qoldira olmayman. Faqat ayni vaqtda sen mendan ustun ko'rgan asl mashina, mal-mulk. Ben boshqa. Sana bu kelmedi. Mo'shamroq bo'lsin.